Bilsangiz bilarsiz, faqat o'zimga emas, sizga ham zakaz qildim. O'zimga zakaz qilayotgandim, keyin o'ylab qarasam, ko'proq menga emas, sizga kerakli narsa ekan. Nima ekan bu? Hozir tushuntirib beraman. E'tibor qilsam, oxirgi paytlar juda ham holsizsiz, quvvatingiz kamaygan. Bu sizni quvvatingizni oshiradigan. Menga qara, necha kundan beri yurman viloyatda, charchayman deydi. Men ham odamman-ku. Ha, men shuni bilgan holatimda aytayapman sizga. Bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan asal bo'ladi. Faqat kuniga Shuni o'tirib shuni zakaz qilding Buxoroga o'tirib. qanday Buxoro, buni Toshkentdan zakaz qildirdim-ku men. Toshkentdan olib keldik hozir. Toshkentdan kelyaptimi? Ha, asal. Faqat kuniga bir mahal iste'mol qiling. Bu sizni ham immunitetingizni yaxshilaydi, ham quvvatingizni oshiradi. Ko'p yeb bo'lmaydimi buni? Yo'q, ko'p yeyish xato bu. Faqat oz-ozdan kuniga bir mahaldan iste'mol qilsangiz yetadi. Umringda birinchi marta yaxshilik qilding Abdurahmonov. Shunaqada o'zi odamlarga 1000 bora yaxshilik qil, ko'zga ko'rinmaydi, bir marta yomonlik qilsang butun dunyoga jar soladi. Unda ikkalasi ham menga. Qanaqasiga bittasi meniki-yu? Sen yosh bola kim qo'ydi unaqa narsalarni? Sen undan ko'ra bor energetik ichgan.